Hop, 28-savol. Bitta uglerod atomiga amino guruh, karboksil guruh hamda metil va izobutil radikallari birikkan modda sistematik nomini aniqlang. Hop, bitta uglerod atomi, unga karboksil guruh, amino guruh, metil guruh va izobutil radikali biriksa bu moddani sistematik nomini so'rayapti. Hop, endi raqamlar olamiz zanjirda. Hop, 1 2 3 4 5. Asosiy zanjir tanlab raqamlar oldik. Nima sistematik nomi? Ikkinchi uglerodda amino guruh turibdi. 2 amino, 2 4 dimetil, 5 talik bo'lsa pentan kislota. To'g'ri javob 2 amino, 2 4 dimetil pentan kislota. B javob ekan.